Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan mutaxassislikka kirish fanidan 10-amaliy mashg'ulot bilan tanishamiz. Bugungi mavzumiz so'z birikmasi va gap ustida ishlash. Shu mavzumiz bo'yicha 4 ta rejamiz bilan tanishtirib o'tsam. Birinchi rejamiz boshlang'ich sinflarda sintaksisga oid materiallarning berilish tizimi. Ikkinchi rejamiz gap ustida ishlash. Uchinchi rejamiz so'z birikmasi ustida ishlash. To'rtinchi rejamiz esa gap bo'laklari ustida ishlash. Boshlang'ich sinflarda sintaksis yuzasidan beriladigan bilimlar ikkita turga ajratiladi. Birinchisi amaliy o'rganiladigan va ikkinchi turi esa nazariy o'rganiladigan bilimlar toifasiga kiradi. Sintaksis bilimlarni amaliy o'rganish, savod o'rgatish davridayoq boshlanadi va 4-sinfda ham davom ettiriladi. Boshlang'ich sinfda gap, darak gap, o'quvchilarda his-hayajon gap, sodda gap, qo'shma gap, gap bo'laklari, gapning uyushiq bo'laklari, undalma mavzulari nazariy o'rganiladi. Bu mavzular yuzasidan turli mashqlar o'rgatiladi. O'quvchilar ona tili leksikasi ham gap negizida egallaydilar. So'zning leksik ma'nosi va uning qo'llanish xususiyatlari so'z birikmasi yoki gapda ma'lum bo'ladi. So'z gapda bir ma'noli bo'ladi. Gapdan tashqari bir nechta ma'no ifodalashi mumkin. Metodist olima Ramzayeva boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda 5 yo'nalishga bo'ladi. Bular quyidagilar. Birinchi yo'nalish gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish. Ya'ni til birligi bo'lgan gapning muhim belgilarini o'rgatish. Ikkinchi yo'nalish gap strukturasini o'rgatish. Buning ichiga so'z birikmasida so'zlarning bog'lanishi ustida ishlash, gapning grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning xususiyatlari, yopiq va yig'iq gaplar ustida ishlash. Uchinchi yo'nalishimiz o'quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko'ra turlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish. To'rtinchisi esa gapda so'zlarni aniq qo'llash ko'nikmasini o'stirish. Beshinchi yo'nalishimiz yozma nutqda gapning to'g'ri tuzib yozish, uni bosh harf bilan boshlash, tinish belgilarini qo'yish ko'nikmasini shakllantirishdan iborat. Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi. O'quvchi qanday yangilikni bilsa, unda bu yangilik haqida xabar berish ehtiyoji tug'iladi. U o'z fikrini ifodalash uchun qulayroq bo'lgan shakl qidiradi. Demak, aloqa qilish talabidan gapni mukammalroq egallash zarurati kelib chiqadi. Gap ustida ishlashning boshlang'ich bosqichi savod o'rgatish davriga to'g'ri keladi. Bu davrda o'quvchilar gapning muhim xususiyatlari, fikr ifodalanishi, tugallangan ohang bilan aytilishi bilan tanishadilar. Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so'zlardan gap tuzib bo'lmaydi. Agar o'quvchilar gapning bosh bo'laklarini ajrata olmasalar, gap nutqning yaxlit birligi ekanini bilmaydilar. Ega va kesim gapning qurilishi va mazmunining asosini tashkil etadi. Shuning uchun ham savod o'rgatish davrida gapning bosh bo'laklari ustida kuzatish, o'tkazish ma'qul. Gapning bosh bo'laklarini kuzatish bilan o'quvchilar o'z fikrlarini aniq ifodalashga o'rganadilar. Ularda nutqdan gapni ajratish ko'nikmasi shakllanadi. Gapni o'rganish me'yoriga qarab, uning tarkibiy qismlari, xususan so'z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi. Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan sintaktik material kam bo'lsa ham, butun o'quv yili davomida boshqa mavzularga singdirilgan holda gap ustida ishlab boriladi. Dasturga ko'ra, 1-sinfda o'quvchilarga gap haqida elementar tushunchalar beriladi. Gap tugallangan fikr bildirishi, so'zlardan tashkil topishi, uning oxiriga ma'lum tinish belgilari qo'yilishi haqida amaliy ma'lumot beriladi. 2-sinfda esa o'quvchilar gap haqida nazariy tushunchalar oladilar. Ular gapda kim yoki nima haqida aytilayotganini va u haqida nima deyilayotganini bildirgan so'zni ajratishni o'rganadilar. Aslida gapning grammatik asosi ustida ishlash mana shundan boshlanadi va bu bosh bo'laklarni o'rganishga muqaddima bo'ladi. 3-sinfda gap ustida ishlash yangi bosqichdir. O'quvchilar gapni amaliy o'rganishdan tushuncha sifatida o'rganishga o'tadi. Ular gapning muhim belgilarini bilib oladilar.
bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning ta'rifi, ega va kesim terminlari kiritiladi. Bu sinfda gapda so'zlarning bog'lanishiga katta e'tibor beriladi. O'quvchilar gapning asosi, ya'ni ega va kesimni ajratadilar. Ikkinchi darajali bo'laklarni farqlaydilar. Gapdagi ikki so'z, hokim va tobe so'zlarning grammatik jihatdan, ya'ni qo'shimchalar orqali bog'lanishini bilib oladilar. 4-sinfda uyushib bo'laklarni o'rganish bilan gap bo'laklari haqidagi bilimlar kengaytiriladi. Shunday qilib o'quvchilarda gap bo'laklari haqidagi tasavvurni o'stirish gapni o'zlashtirishda yetakchi hisoblanadi. Birinchidan, boshlang'ich sinf o'quvchilari gap bo'laklarini ikkita katta guruhga, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarga bo'lishni o'zlashtiradilar. Bu sinflarda ikkinchi darajali bo'laklarni turlarga ajratilmaydi. Gapni o'zlashtirish uchun bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning mohiyati ochiladi. Bosh bo'laklar gapning grammatik asosini tashkil qiladi. Fikr asosan gapning grammatik asosi orqali ifodalanadi. Ikkinchi darajali bo'laklar esa bosh bo'laklarning aniqlovchilik va to'ldiruvchilik vazifasini bajaradi. O'quvchilar bu vazifani bajarib, qaysi gap bo'lagi ikkinchi darajali bo'lak fikrni, ya'ni aniqroq ifodalanganiga ishonch hosil qiladilar. Ammo kichik yoshdagi o'quvchilar uning quyidagi muhim belgilarini amaliy bilib olishlari zarur. Birinchisi, so'z birikmasi mazmun va grammatik tomondan bog'langan ikkita so'zdan iborat. Masalan, dunyo xalqlari tinchlik uchun kurashadilar gapida ikkita so'z birikmasi bor. Birinchi so'z birikmamiz dunyo xalqlari bo'lsa, ikkinchisi tinchlik uchun kurashadilar. Ikkinchi muhim belgisi, so'z birikmasida bir so'z hokim, ikkinchi so'z tobe bo'ladi. Hokim so'zdan tobe so'zga so'roq beriladi. Tobe so'z shu so'roqqa javob bo'lgan so'zdir. Masalan, iqtidorli o'quvchilar to'garakka zo bo'ldilar. Ega va kesim so'z birikmasi emas. Ular gapning asosini tashkil qiladi. Endi shu mavzuni mustahkamlash uchun tarqatma materiallar beriladi. Birinchi tarqatma materialimiz quyidagicha. Quyidagi mashqda o'quvchilarga qanday topshiriq berasiz va u o'quvchilarni nimaga o'rgatadi? Birinchi tarqatma materialimizda maqol berilgan. Maqolda so'zlar tushib qoldirilgan. Ular gapni qaysi o'rinda qaysi so'zni ishlatishni, ular aniq gap bo'laklaridan egami, kesim yoki ikkinchi darajali bo'lakmi, shularni o'rniga qo'yishni va savollar orqali aniqlashni o'rganib oladilar. Va shunday tarqatma materiallardan boshqa guruhlarga ham beriladi. Masalan, ikkinchi tarqatma materialimizda quyidagi mashqda o'quvchilarga qanday topshiriq berasiz va o'quvchilar nimaga o'rgatadi deyilgan. Ikkita yaproq, bir tanda, kezar yozda, chamanda. Ko'rib turibsizki, bu yerda 2 va 1 sonlari raqam bilan yozilgan. O'quvchilar esa bu so'zlarimizni harflar bilan ifodalashni, ya'ni so'zlar bilan yozishni o'rganishlari zarur. Xuddi shunday mashqlardan ko'proq foydalanilsa, o'quvchilar so'z birikmasi va gap haqida xulosalarga, ya'ni tafakkurlarda abstraktlashtirib olishga erishiladi.